Ozod Shukrullayev. Ha, qalay Furqat, nechmi o'zi? Bu So'ngchi menga. bo'ldi. Umuman gapirmayman, ketaman. Xotinim o'z tanlovini qildi. Sizchi? Qaynotang kimligidan o'tsa? Qaynotang ochib beraveradi. Birinchi marta qiz uzatyapti. Hozir Instagram yomon ommalashib ketdi. E'tibor berdingizlarmi? Qizlar prям orqasini rasmga tushirib qo'yar ekan bugun, ha? Like'lar, kommentariylar, siz chiroylisiz deb yozgan. Qayerdan ko'rding? Bitti ko'rmayapti-ku. Chiroyli qizim bor. Ko'tarib turgan paytim ustimga ho'llab qo'yishi mumkin. Mana erkalab ishni almashtiraman. Agar sevgan qizim har doim aytishadi, vrachlar ham kasal bo'ladi. Ha, aka, akusherlar ham tug'adi-ku. Zokir aka to'n kiydirlarga kiyir ekanda. Qarochi. Da. Ozod Shukrullayev. Hammaga salom, hammaga salom. Rahmat hammaga. Hammaga salom, hammaga salom. Rahmat. Da. Ha. Ya. Xalqlar do'stligi san'at saroyida. Kim? Ozod ana kerak bo'lsa. Rahmat hammaga mana shu yerda kelganlar uchun. Rosti bilib turibman, bu yerda hozir Vohadan kelganlar bormi? Qarsakchilar qani bir eshitib ko'raylik. Voha. Vodi. Toshkent. Ataksizdi Voha bilan Vodidagilar ham qo'shilib chaldi. Boshqa davlatdan kelganlar. Bormi qarsakchilar qani? Rahmat. Shuncha e'tibor qilib kelganlaringiz uchun rahmat. Hozir odam titrab ketar ekan, chunki biz kutmagan, bilmaganman bunaqa. Men kichkina shaharchadan oddiy bola xalqlar do'stligida konsert beraman deb o'ylamaysizda. Shunaqasi kutilmaganda tanilib ketib qoldik. Rahmat kelganlaringiz uchun. Tanilib ketdik-ku, bo'y bo'lishga ulgura olmay qoldik-da. Odamlar, shunaqangi odamlar ko'chada rasmga tushadi. Aka, rasmga tushsam maylimi deydi. Ammo sochim ham yuvilmaganda. Qop-qora Mercedesda, kostyum buruglarda chiqishadi. Aka, doimo sizni ko'rib turamiz, bitta rasmga tushaylik deydi. Rasmni ko'rsangiz tushunmaysiz kim bilan rasmga tushganini. Toshkentda shunaqangi qimmat restoranlar bor, kirishga xijolat bo'laman. Taklif qilishadilar, ofitsiant mendan chiroyli kiyingan. Aka, mana zakazingiz deydi, o'rnidan turib o'tiring qaysizdan deb. Rosti, shu darajada aeroportdagi odamlar ko'rar ekan. Bir kuni ekonomga uchib ketayotganimdan xursandman-da. Aka dedi, keling biznesga o'tkazib o'raylik sizda. Bitta pechat bosib biznesga o'tkazib yubordi. Shunaqangi hayajonlanib, oxirigacha qo'rqib bordim, bor-ku. Chiqaraveradi deb. Xuddi bir
Pilot o'tib ketaverib, sen nima qilyapsan bu yerda? O't yo'qol qani. Ovqat tarqatarkan u yerda go'sht, vino. Qo'rqib yedim lekin rostdan. Birovga yetmay qolmasin yana. Xuddi oxirida, men ovqatim qancha, aka uzr ozginasi yeb qo'ydim. Biz kichkina shaharchadanmiz, men oddiy oilada katta bo'lganman-da, lekin dadamlar harakat qilib 1 yil gimnaziyaga berganlar, qimmat boyvachchalar bolalar o'qiydi u yerda. Bitta sinfdoshim kashiloga boradi. Dadamda yo'q edi kashilog. Kashiloga bor edi. Boy sinfda o'qiydiganlar zo'r odati borda, ular bunaqa deydi. Shanba kuni Samarqandga borib aylanib kelmaymizmi dedi. Ammo uydagilardan pul so'rashim kerak bu narsaga, tushunyapsizmi? Ammo onam hech qachon Samarqandga pul bermaydilar. Shu uchun jiddiyroq masala bilan so'rashga to'g'ri kelardi-da. O'qituvchim rak bo'lib qoldi. Shunga pul kerak ona. Sinfdoshimni otasi tashab ketibdi. Yolg'iz bo'lib qoldi ona. Shunga bitta sinfdosh qizimizni mo'shin urib ketibdi ona. Shunga pul kerak. Tasavvur qilyapsizlarmi? Onam qanaqa shokda kelardilar ota-onalar majlisidan. Ana o'lgan sinfdoshingning onasi baribir kelibdi, qara. O'qituvching rak bo'lgan bo'lsa ham bildirmaydi, lekin qara. Ana sinfdoshingni otasi tashab ketuvdi-ku. Bugun keldi otasi, qara. Men bugun sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Shu paytgacha sir saqlab yurdim, lekin bugun o'sha sirni ochish vaqti keldi. Men Buxorodanman. Va Buxoroliklar juda baland gapiradi. Buxoroliklar bormi? Hech kim baqiringlar degan yo'q-ku. Juda baland Buxoroliklar borki, Toshkentda 1 metr yoningizga kelmasa odamlar gapirmaydi. Buxoroliklar 100 metr naridagi odam bilan gaplasha oladi. Qalay Furqat, tinchmi o'zi? Yaxshimisan? Ana porani berdingmi? Qara, hech kim eshitmasin. Bugun o'tasanmi bizanikiga? To'xta o'z. Furqat emas ekan-ku. Singlim yonimda o'tiribdi. Baxtiyor chaqirib desam nima deydi? Baxtiyor! Men aytdim, unaqa chaqirish kerak bo'lsa, men ham chaqiraman. Leksiya xonasida shunaqangi shovqin bo'lyapti bir kuni. O'qituvchim aytdi, "Kim buncha shovqin qilyapti?" Men aytdim, kimligini bilmadim-ku, lekin ularni qayerdanligini bilaman. Buxorolik, dadam ham Buxorolik, onam ham Buxorodan, men ham Buxorodan, xotinim ham, singlim ham, ukam ham shunaqada. Shunaqa muhitda men qizimni tili chiqibdi. Shu uchun meni qizimni birinchi aytgan gapi ota, ona emas, jim o'tiringlar bo'ldi. Buvsinikiga dam olishga borganlar bormi? Har yil yozda Buxoroga, buvimlarnikiga yuborishardi. Bormi shunaqalar? Qo'rqmasdan chalaveringlar, hamalaringiz borgan kishilar. Bizani ham yoshligimizda buvimlarnikiga yuborishardi, qishloqqa, shahar joyida. Ertalab tuxum, kolbasa qovurib berishadi-da. Deysiz, yemaysiz. Qishloqda yerdan topganingizni yeysiz. Uxda pomidor-ku. Men bu tomoni chirigan ekan lekin. U yerda hech kim yesa bo'ladimi, yesa bo'lmaydimi deb o'ylamaydi. Avval yeydi-da, keyin xulosa qiladi, yesa bo'lmasdi o'sha. Buvim har doim aytardilar, "Ozod, mana bug'doylarni o'rsangizlar, makkalarni o'rsangizlar, tezaklarni qilsangizlar, oxirida marojni olib beraman." Marojni uchun tezak qilardim men, tushunyapsizlarmi? Tezak nimaligini kim biladi? Qarsachanliqqa. Ana, ko'ryapsizlarmi? Tezak qilganlarning qarsagi ozgina aylan joyiga tushadi. Poq qiladi.
Bilmaganlar uchun bu Rafaella haqida sizga aytib beraman. Tezak shunaqa narsaki, go'ngni aylana qilib, keyin ko'mirga aylantirib olasiz. Yoqish uchun mingtalab tezak qilardik. Eng alam qiladigani biron marta yoqqanlarni ko'rmaganman. Balkim prikol uchun qildirgandirlar. Sipa nima qilay desa, ana molni ko'ribsanmi? Tagida san uchun. Bug'doy o'rardik. 8 sotiq bug'doy. Bug'doy o'rganlar bormi? Qarsakchalar qani? Bug'doy. 8 sotiq bug'doy kim bilmasa, shunaqa narsaki, mana ko'p o'rasiz-da. Ko'p o'rib turib bitta qarasangiz, umuman o'zgarmagan bo'ladi. Hovlimiz bor, kichkinagina 4 sotiq deganlarga har doim aytkim keladi. Prosta siz 4 sotiq bug'doy o'rmagansiz. Toshkent katta shahar. Toshkentda orientir olish juda qiyin. Juda qiyin. Menda пространственный кретинизм bor. Orientir olish juda qiyin. Пространственный кретинизм degani mana telefonda har xil joyda aytib tushuntiraversangiz, ha deyveraman-da. Har xil joyda aytaversangiz ham. Misol uchun, Amir Temur xiyobonida biz, akvapark yonida, xo'p, Milliy universiteti bor-ku. Xo'sh. O'sha yerga o'tib qo'nar ekan samolyot. Men samolyot taksiga nima deb aytay? No, Sergeli deb aytdim. Ha, boraman hozir. Toshkent katta shahar, shuning uchun har doim navigator bilan yurishga to'g'ri keladi. Yandex navigator bilan. Eng alam qiladigani qo'shiq eshita olmaysizda unda. Men hamma qo'shiqlarim duet. Go'zal kechalarda через 300 metrов поворот налево. Oy ham to'lin, поворот налево. Sevgi azoblari, круговое движение. Buncha so'lim, второй поворот. Kamera na polosу, tomdim, tomchiladim. Intervyu eshitsangiz undan ham yomon-da. Ozod aka, hozirgi yosh ijodkorlarga maslahatingiz nima? Hozirgi yosh ijodkorlarga maslahatim поворот не туда. Вы пошли по другому маршруту. Поменяем маршрут. Sevgan qizni tashlab ketganlar bormi? Qarsakchalar qani? Hozir erlar sezingiz ham qo'rqib qarsakchalarni taqdim. Men ham bir qizni, studentligimda juda qattiq yaxshi ko'rganman, lekin u juda boy edi. Boy qizni-chi yaxshi ko'rish juda qiyin. Tushunyapsizmi? Uni mashinasida o'tirasiz, erkalay olmaysiz ham. Erkam, gulim deya olmaysiz. Chunki bilmaysiz, balkim u mashinada gul sizdir. Uni Prado'si bor edi, Prado. Tushunyapsizlarmi? U menga tegajog'lik qilsa ham men qarshilik qila olmasdim deb o'ylayman. Matizdagi qizga bortini bersa bo'ladi-da, qo'ying, tort deyish mumkin-da. Gentrasi bo'lsa qo'lingizni torting deysiz. Prados bo'lsa, nima hech narsa deyolmaydi, nima qilyapsiz deydi. Bunaqa qilmang. U juda boy edi. Uch darajada boyki, tashab ketgandan keyin ahd qilib, harakat qilib, Drujbada konsert berib, Humo Arenada konsert berib borsam, u baribir mendan boy bo'ladi-da. Tushunasizlarmi, bu nimaga o'xshaydi? Xuddi Rambo filmni boshida bitta tayoq yeb, keyin o'rmonga borib, trenirovka qilib, qaytib kelib, yana bitta tayoq yeganday gapda. Va u juda boy edi. U shunaqangi joylardan sovchilar kelardi, ministrlarning farzandlari, shunaqa odamlarda, qop-qora kostyumlarda, chiroyli markalarda kelardi. U har doim aytardi: "Yo'q, Aziz aka, men sizni yaxshi ko'raman" dedi. Men har doim aytardim: "Ey ahmoq, sevgi o'tadi, ketadi, uni qara. Chiroyliligini qara, ana shu gulni menga berganda men tegib ketardim unga." Juda boy, lekin yaxshi ham o'ylanmaganman. Rosti, chunki erkak kishi qattiq gapira olmaydi, tushunyapsizmi? Qattiq gapira olmaysiz unga. Tipa, "Qayerga ketyapsan?" desa, "Italiyaga." Manchit. Böyle charchadim, oyog'imni yesh deya olmaysiz. Taverda, tushunyapsizmi?
Böyle charchadim men, nima qilib dedi. Ha mayli ishni oqlan o'zim yuvib qo'yaman. Tashlab ketishdi, meni ham shunaqa. Tashlab ketishdi. E'tibor berganmisizlar? Tashlab ketdi. Qanchalik qo'pol so'z. Tashlab ketdi, tipa musurga o'xshab. Alam qiladiganichi tashlab ketilgan bolalar uchun bolalar uyi bor-da. Lekin tashlab ketilgan yigitlar uchun nima uchun uy yo'q? Chiroyli qizlar kelib, savob uchun mana Xoliqjonni tashlab ketgan qizi 19 yosh gulday yigit, desa qizlar, endi menda o'zi ikkita bor edi, mayli savob uchun shuni ham boqib olaylik. Bitta sirda aytaman yigitlar haqida. Telegramga har bitta bola tarqab ketadi-ku, hamma o'g'il bolalar qo'shilib kulamiz-da, keyin oxirida o'ylaymiz, ish qilib manikilar tarqab ketmasa bo'ldi-da. Har bitta mana shu yerda har bitta bo'lani mana shunaqa audiosi bor. Va u audio qaysidir qizni telefonida. Ha? Kimda shunaqa telefoni yo'q? Biron marta unaqa SMS yozmagansiz siz. Uylanganmisiz? Hali uylanmagansiz. Hali imkoniyatingiz bor. Tadbirkorlar bormi? Tadbirkorlar, firmasi borlar, biznesmenlar. Men umuman hujjat o'ziga tushunmayman-da, 0. Firma ochishga bordim, nima deydi? Aka deydi, sizga YTTmi, MCJmi deydi. Men aytdim, GM, atak BMW ga harakat. Aka, firma nomer nima deb qo'yamiz deydi. Men aytdim, YTT Ozod Shukurulloyev. Ha. Firma direktorining ismi nima? Ozod Shukurulloyev. Firmada ishchilar ishlaydimi? Karta raqam ochishimiz kerak. Kim ishchi desa? Ozod Shukurulloyev. Firmaning manzili qayerda? Medgaradok 17-16. Sizning yashash manzilingiz qayerda? Medgaradok aka 17-16. Firmamda hozir bitta ishchi bor. Men. Ham boshliq, ham ishchi. Shu uchun har doim o'rtoqlarim bilan tog'ga boradigan bo'lsak, men boshliq o'rnidaman tipa. O'yla, tog'ga boradigan bo'lsak, firmadan pul ko'chiraveramiz, bizda pul bor, eslashda. Xotinim kiyimga so'rasa, men ishchiman. Hali oyliklar ko'chirilmadi-yu. Kim reklamani Instagramdan ko'rib konsertga kelishga qaror qildi? Qarshichilar qani Instagramdan? Da. Hozir Instagram yomon ommalashib ketdi. E'tibor berdingizlarmi? Qizlar prям orqasini rasmga tushirib qo'yadigan bo'lgan, ha? Sizdingizlarmi? Mana bunaqa rasmga tushiradi. Tipa like'lar, kommentariylar, siz chiroylisiz deb yozgan. Qayerdan ko'rding? Biti ko'rinmayapti-ku. Yo, men aytaman-da, uni qanday onamga ko'rsataman, misol uchun kelin qilmoqchi bo'lsak, ha? Nima deydi? Onam nima deydi u rasmni ko'rib? Neni tug'ishga qiynalmay, chanog'i katta ekan. Otabek qanaqa sevgi asarlari qanday yaratilgan? Otabek Kumushdi Davon o'sha borib yuzini ko'rib kelgan. Orqasini emas. G'alati, Instagramda g'alati. Bir kuni bir aka yozibdilar. Ozodbek ko'ngilga yaqin yigit ekansiz. Shu qizimga sizni uylantirmoqchi edim deb yozdilar. Sovchi, menga shokka tushib qolar ekansiz. Nima deyishimni bilmay qoldim, bor-ku. Tipa endi bilmadim uydagilar nima desa shu. Nima dey yoki tipa yo hali o'qishim bor. Yo, men uydagilarim qarshi, kim? Xotinim.
Onamlar uyga sovchilar kelyapti desa, kimga? G'alatimisan, singlingga-da, senga emas-ku desa, ona aytib bo'lmaydi hozir. Cho'yxonaga kelsangiz g'urur bilan o'tirasiz. Chunki ana ularga sovchi kelmagan-da. Menga sovchi kelgan. Da, shunaqangi ajoyib davrda yashayapmiz. Sevgi haqida gapirayotgandim, men o'taman. Haqiqiy insonlar. Men shularga haqiqatda qarsak chalib qo'ysa bo'ladi. Otalarga bitta qarsak chalib qo'yinglar. Hozir tushuntiraman nima uchun. Otalarga haqiqatda qarsak chalish kerak, chunki hamma mehr, muhabbat onalarga. Sezganmisizlar? Onalarga. Men hamma qo'shiqlar onalar oyog'i ostida jannat. Tam onalarga bag'ishlangan qo'shiqlar, bu mening onam, ko'pda qo'shiqlar. Otalarga hech narsa yo'q. Otalar haqida ham bor bir ikkita qo'shiq. Tipa dadamga ichirmaylar, tipa. Alkashlar haqida qo'shiq. Dadajon kim turadi to'ylar qilsam, xarajat haqida. O'tlarga o'tgan kun qizim yiqilib tushdi, o'rnidan ko'tarsam, onajon deydi. Gitar uraverdim. To'yxonaga kirib kelsangiz bor-ku, to'ylarda boshlovchilik qilamiz. Onalar malikalarda yuradi. $1000 ga ko'ylak tiktirgan anov kelinning o'q ko'ylagidan qimmat. Ikkita qaynana yurishini ko'rganmisizlar? Mana bunaqa qilib hammani bor yo'q qilib chiqadi. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Kelingizlarmi? Yaxshi o'tiribsizlar? Ha, siz nima yeyapsiz? Ha. Bu qarindoshingiz tomonidan yo'q, chiqartishinglar. O'tala becharaga o'xshab, to'yga taklif qilinmagan odamga o'xshaydi. Men bu yerda o'tiraman, men bu yerda. Ha, kiringlar. Becharaga joy ham yo'q-da, mana shu yerda o'tirib gapiraveradi. To'yxona oxirigacha mana shu yerda o'tiradi bechara. Otalik lekin haqiqatda eng kuchli tuyg'u. Men sizlarga aytadigan bo'lsam, sevgiga nisbatan ancha kuchli. Misol uchun, meni erkak qizim bor. Qo'liga telefon tushsa 50 marta telefon qilishi mumkin. 50 marta erinmasdan javob beraman. Ha, erkak qizim, asal qizim, shakar qizim. Ha, telefon tushdi, sog'indingizmi? Hozir boraman. Ha, erkak qizim. Yana telefon qildingizmi? Hozir boraman. Erkak qizim, asal qizim. 50 marta men shunaqa javob beraman. Agar sevgan qizim 4 marta ketma-ket telefon qilsa, 5-chisiga kechiyoraman rosti. Chiroyli qizim bor. Ko'tarib turgan paytim ustimga ho'llab qo'yishi mumkin. Va men erkalab ishtonni almashtiraman. Agar sevgan qizim otalik kuchli tuyg'u. Balkon, yaxshimisizlar? Sizlar bilan salomlashib. Uqta, shuncha odam, rahmat kelganlaringiz uchun. Rahmat. Ko'ryaptimi? Yaxshi ko'ryaptimi? Sizlarga. Men o'zi vrachman. Tipa drujbada turishim kerak emas sizlar. Lekin shunday qilmasak vrachlar eshitmayapsizlar-da. Vrach bo'lish qiyin. Har doim men vrachman desam, atrofimdagi odamlar, "O, как раз, qarang, men bu yerdan nimadir chiqdi-da, oyog'im nimagadir hitlanyapti. Bitta hitlab ko'ring-da, aka. Men bu yerim qarang, men ushlab ko'ring-da bitta." Men aytaman, "Aka, ovqat yeb olaylik." Bizani odamlar vrachga bormaydi. Bizani odamlar taqdir taqazzusi bilan vrach uchratib qolishiga ishonadi. Onalar zo'r. Vrachligingizni bilsa, ana, ukol qiladi. Vrachmisiz? Ukol qiling. Vrachmisiz? Ukol qiling. Vrach sifatida aytaman, pulini bermasa qilmaymiz. Darsdan qochganlar bormi? Qarshi chalar qani? Darsdan qochgan. Odamlar aytadi, nima uchun ta'lim bunaqa kuchsiz deydi. Butun zal qarsak chalishini qarang. Biz maktab vaqtimiz ko'p qochardik, ko'p yugurardik. Asosan maktab xonadan kompyuter xonaga.
Maktab vaqtida shu darajada ko'p kompyuterxonaga qochardik. Maktabni binosidan ko'ra meshin ba'zan yaxshiroq bilamiz. Aylanani radiusi pi r kvadratni bilmaymiz, lekin B46 snayper. Maktabni direktorini familiya ismini bilmaymiz, lekin kompyuterxonaning egasi Jamshid aka. Va orientir olmaymiz hamda maktabda. Maktabda ana aktiv zalda biz aytsak, aktiv zal. Bizda aktiv zal bormi? Zavuch xonasining yonida. Zavuch kim? Zavuch bormi bizda? Biologiya o'qituvchisi. U biologiya o'qituvchisimi, zavuchmi o'zi? Meshin ba'zida zalojniklar oldidaman desam, "Все, boryapman, o'sha yerdaman mana." Shu uchun qattiq qo'l o'qituvchilar berishardi bizani, ha? Qattiq qo'l o'qituvchilar. Bormi shunaqa qattiq qo'l o'qituvchilarda o'qiganlar? Men shu darajada quloqsiz bola bo'lganmanki, men Buxoroga yetib tashashgan вообще. Rosto, kazarminniy rejimda o'qitadilar deydilar-ku, tam tipo qattiq qo'l, qizlar bilan gaplashmaysiz. Bunaqa joyda o'qitganlar, dadamlarni hozir ham eslayman, oxirgi aytgan gaplarini, tipo o'g'lim, sen shu yerda qolasan, ustoz, mana shuni endi odam qilasiz dedi. Men nimaman, men hayvonman. Echki yemarmi? Baqachanoqman, nimaman? Va darvoqe bugungi konsertimizda homiysi Nekov School ilm dargohining asoschisi Nekov ustoz mana shu yerdalar. Minnatdorchilik bildiramiz. Mana shunaqa urib, so'kib meni o'qitganlar. Haqiqatda 2 yil davomida umuman qizlarga gapirmabman. 2 yil davomida qizlarga gapirmasangiz boshqacha bo'lib qolar ekansiz. Oldingizga qizlar o'tirsa hayajonlanib, nafasim to'xtaydi hozir ham. Jim bo'lib qolaman-da. Shunaqangi darajada. Telefon qiladigan bo'lsa, begona qizlar telefon qiladigan bo'lsa, har ehtimolga qarshi ko'tarmayman. Nekif domlam ko'rib qolmasinlar. Tushunasizmi? Siz-da u xotiningizdan qo'rqasiz. Xotiningiz arazlaydi, men Nekif domlam uradi. Rahmat shuncha ta'lim berganingiz uchun ustoz. Mana ko'rib turibsiz, ta'limlaringiz bilan bugun xalqlar do'stligida qaytsin. Va har bir yigitni shu yerda o'tirganini bir dona bolalar bilan kelganlar bor. Молодец. Gap yo'qsilagan. Mana ham bolalarim olib kelishgan. Mana bu yerda har bir yigitni shu uchun sevgan qiz tashlab ketgandan keyin bir dona bo'lsa ham aytilmay qolib ketgan qo'shig'i bor, ha? Bormi? Bormi sizlarda ham? Yo'qmi? Shu uchun bitta qo'shiq. Layli degan qo'shig'imiz. Buxoroyi shari Samarqand nuroyi zaminda ham yo'q sen kabi Layli nafis tabassum nargiz gul singari ojizam o'zing mushtari ro'yimsan ay va yulduzlar bir-biriga zor majnun sol qalbim zor istar diydor shirin tabassumi bilarman humor sen esa beparvo
ko'zlaring, sumbul sochlaringlar fidodur jonim, fidodur poyingga sensandur Layli, mening Layli. Oy va yulduzlar bir-biriga zor, majnun sol qalbim zor istar diydor. Shirin tabassuming bilarman xumor, sen esa beparvo, beparvo Layli. Beparvo Layli. Qarsak chalib qo'yasizlar. Bahrom Karimov qo'shiq bastakori. Qarsak chalib qo'yasizlar. Rahmat. Bir kuni bir vayn yozdik-da, vayn. Vaynda qo'shiq bor edi. Bor yo'g'i bir kuplet. Sevarmiding? Sevar edim. So'nggi bora esladim bugun. Degan eshitganmisizlar? Yo'q. Rahmat. Guldiroz qarsaklaringiz qo'shiq bag'ishlangan qiz. Shunaqangi bezor qilib tashashdi, mana shu qo'shiq to'lig'i chiqadimi, to'lig'i chiqadimi, to'lig'i chiqadimi, to'lig'i chiqadimi, to'lig'i chiqadimi, to'lig'i chiqadimi. Va oxir oqibat mana shu qo'shiq to'lig'ini yozishga to'g'ri keldi. O'zi bor yo'g'i bir kuplet edi va hozir shu qo'shiqni to'lig'ini eshitish imkoniyatingiz bo'ladi. Guldiroz qarsaklaringiz bilan so'zlariga e'tibor qilinglar. Va harakat qilgan misli o'yin, bizlarimda o'yinchoq. Erkagim bugun bo'ldi boy quchog'ida ovunchoq. Qo'g'irchoqdek bezanding yo'q, quvonchi yo'q ko'zlaring. Unutaymi so'zlaring, unutaymi ko'zlaring. Sevarmiding, sevar edim so'nggi bora. Esladim bugun o'zga bog'da gulladi gulim begonam. Endi sen uchun sevarmidim, sevar edim so'nggi bora. Esladim bugun o'zga bog'da gulladi gulim begonam. Endi sen uchun
lekin yutqizdim. Qancha qilmayin faryod, o'z yo'limdan ayrildim. Mayus xo'rsinib deding, barchasini unuting. Unutaymi ko'zlaring, unutaymi so'zlaring. Sevarmiding, sevardim so'nggi bora. Esladim bugun o'zga bog'da gulladi gulim begonam. Endi sen uchun sevarmidim, sevardim so'nggi bora. Esladim bugun o'zga bog'da gulladi gulim begonam. Endi sen uchun E'tiboringiz markazida ayollar orasida ham yumor borligini yorqin isbotlab kelayotgan yumorist Guldiroz qarsaklaringiz Indira Miftaxova. Barchaga assalomu alaykum, xush kelibsiz azizlarim. Mazza bo'lyapti. Qaynona kelinlar kelganmi? Kelgan, bilim turibdi. Hozir sevgi haqida bo'ldi. Turmushga chiqmagan qizlar bormi? Eslab qoldim ana qizi, yaxshi. Yigitlarcha uylanmaganlar bormi? Ma turmushga chiqmaganda qat'iylinglar. Qizlar bor, turmushga chiqmagan, yaxshi qizlar ko'rib turibdi, qarab turinglar chetga. Kimmi sevgisi kuchli? Ayollarnikimi, erkaklarnikimi? Kimniki? Yo, bolaga bo'lgan sevgi u haqiqatan kuchli, bilinyapti. Endi er xotindan bir-birini yaxshi ko'rish kerak-ku aka. O'sha yerda kimmi sevgisi kuchli? Ayollar to'ppa-to'g'ri. Mana siz aytingiz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan keldingizmi? Da, biroz tursanglar, uyatli bo'lmasin ekansizlar. Uyalmaysizlarmi shunday bemalol chiroyli par ekansizlar deb havas qildim. To'ppa-to'g'ri. Ayollarning sevgisi kuchli. Mana turmush o'rtoqlari sochlari yo'q-a? Baribir sevamiz. Opa, siz sochingiz bo'lmasa, tashlab ketadilar. Tasavvur qilyapsan, sochimga yuribman. Endi men sirlarni ochishga keldim, hozir sizlar oldingizga har bitta dugonani zo'r maslahat beraman deb o'ylaydigan dugonasi bo'ladi. O'rtoq, u san odam emas. Sizlar har xilsizlar. Hatto muchaliklar har xil. Hatto bir-biringizdan uzoqda yashaysizlar. Sen Sergelida, u men bilan. Va har bitta dugonada podдержка qiladigan dugona bo'ladi. Yaxshi ko'raman shunaqalarni. O'rtog'i qaytib keladi. U hali yalinadi, oyog'ingga yotadi, ko'rasan. To'g'risan, baxtli bo'lib ketasan, senga kerak emas bo'ladi. Lekin u qaytadi. Bolada unaqa emas. Bola aytadi, "Og'ayni, u qaytmaydi, sen urotsan." Va u men bilan. Tamam. Bola sizlar g'alati gaplar gapiryapsizlarmi? Nima yaxshi ko'rgan insonlarni qizim deysizlar, biz sizni o'g'lim demayapmiz-ku. Uzr, to'yga bora olmayman, o'g'lim ruxsat bermayapti. Qachondir qalbimiz origanmi? Yaxshi. Bitta ma'lumot aytaman, shu qalbim oryapti so'zini erkaklar tushunmas ekan. Yo, bormi tushunadiganlar? Qalbim oryapti, erkaklar tushunasizlarmi nimaligini?
Sizga ayolingiz aytadi, qalbim og'riyapti deb. Aytmaydi hammi, tushundingizda, aytgisi ham kelmaydi. Yomonki qalbim og'riyapti tushunasizmi? Ayolingiz aytadimi? Qalbim og'riyapti desa nima qilasiz? Pul berasiz. Ooo, Elmurod Nazarov. Elmurod aka tushunar ekanlar. Zokir aka sizchi qalbim og'riyapti desa nima qilasiz? Pul olasiz. Zokir ochildi. Biroz qarsaklaringiz ayzlar. Erkekligi tushuntiraman, qalbi og'riyapti so'zini men chunki erimga tushuntirdim. Daraz dedim, qarang. Choyxonada yig'ilasizlar-ku. Hamma ketib qolganda oxiri siz to'laverasiz-ku. Mana shu qalbim og'riyapti. Kobalt olganlar bormi? Kobalt olganlar. Mana kutgansizda-ki, magnitofon chiqdi-ku, bu hamsha qalbim og'riyapti. Xullas nima demoqchiman? Qalbimizni og'ritmanglar. Boringlarga shukr. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizlar bor, bizda bor. Kayfiyatimiz yuqori bo'lsa, hamma erkaklar, ayollar diqqat tiladim. Elmurod Xalqnazarovga o'xshab har safar qalbim og'riyotib o'tganda pul bersin. Kutib oling. Islom Karimov. Qalay o'zi? Kayfiyatlar zo'rmi? Hech kim charchamadimi hali? Charchaganlar bo'lsa aytinglar. Massajistlar kelganda prosta ketmasin. Puli to'langandan akalar. Kayfiyatlar yaxshi bo'lsa yaxshi. Biz oilada 5 ta farzandman. Men 4-farzandman. 5 ta o'g'ilmizda. Men 4-chi. 4-farzand degani bu sizdan katta yana 3 ta aka bor degan. Kimda kim hisob kitobda bilmasa, eng qizig'i meni 3 ta akam bor. Mendan bitta katta akamda bor yo'g'i 2 ta akasi bor. Ne повезло. Eng zo'ri ikkinchi akamda bor yo'g'i bitta akasi bor. Undan ham zo'ri eng katta akamda akasi yo'q. O'shaning uchun mendan katta bitta akam bilan ikkalamiz urushib qoladigan bo'lsak, bizlar akalarimizni chaqiramiz. Akalarimiz tanish chiqadi. Kimda o'g'lisan sen? Abdurashid akaning o'g'illari. Ha, yo'q. Oying anaqa Klara opami? Ha. Meni ham ota-onam, yo'q, aka. Ko'proq indiyskiy filmga o'xshaydi bizning razborlarimiz. Lekin akalarim to'g'risi menga o'xshamagan, ancha baquvvat, kelishgan, chiroyli. Men o'ylayman, shu ota-onam akalarimni asrab olgan u. To'g'risida unaqa bo'lish mumkin emas. Baquvvat bolalarda. Biron joyga kirsa odam qo'rqadi. Aytishingiz mumkin, yo'q, balkim sani asrab olgandir deb. Ammo ota-onamning fikrini bilaman, ular bunaqa bolani asrab olmagan bo'lardi. Beshta o'g'ilmiz. Men ukam mendan 14 yosh kichkina. Tasavvur qilyapsizmi? 14 yosh. Men o'ylab qoldim. Men shu 14 ga kirgan dadam menga qarab, "Men bu bola bilan yashamayman u." Sancha onasiz bilmadim, plan bo'yicha bunaqa ketish kerak emas edi. Lekin dadam bashi qo'llab-quvvatlaydi har doim. "Dada" dedim. "Men Toshkentga ketaman, Toshkentda o'qiyman" dedim. "Bor bolam." O'qishni bitirdim. "Dada, Toshkentda qolib shu yerda ishlamoqchiman" dedim. "Qol bolam" dedi. Yaqinda Almataga borib keldik. "Dada, Almataga bormoqchiman, stand-up bo'lyapti, festivalga qatnashaman" desam, "Bor" dedi. E'tibor berganing dadamga farqi yo'q qayerdaligim. Ulardan uzoqroq o'zim bo'ldi. Ketar. Telefon qilsam, "Ha" dedi. "Men ishlaman" desam, "Qaysi?" dedi. Ba'zida aytkim keladi, "Men o'g'li aytsam." "Senga aytmadigan hali" dedi. Mana yaqin orada больницаga tushganlar bormi kasal bo'lib? Men ham yozda kasal bo'lib больницаga tushdim. Unchalik ham maqtanadigan kasallik emas. Haligi diareya, qorin og'riq deydi. Shunaqa kasallik. Больницаga tushdim, ozod telefon qiladi. "Islom, qalay? Yaxshimisan?" dedi. "Ha, ancha yaxshi qoldim. Yotibsanmi, medsestra qizlarga gap otib." Больницаga tushsangiz, qizlarga gap ota olmaysiz.
To'g'risida nima deysiz? Kinolarda ko'rganmiz. Kimdir bitta dushman taraf, ya'ni bir yomon odam keladi, tagin kimnidir asiraga oladi, haligi qahramon yigit turib uni urib qizni qutqaradi, sevgi, muhabbat paydo bo'ladi. Qaysidir ahmoq infeksion kasalliklariga o'g'irlikka tushib, o'sha medsinstra qizni asiraga olgan taqdirda men uni qutqara olmayman. Nima deyman? O, yaramas, qo'yib yubor, bo'lmasa men qo'yib yuboraman, yomon bo'ladi. Iloji yo'q. Tushunyapsizmi? Siz o'zingiz ahvoldasizda, sizga qutqaruvchi kerak. Agar siz kasallik bilan o'sha shifoxonaga tushsangiz, siz ko'proq prikolsiz. Nima deb o'ylaysiz? Ana ikkinchi palatadagi Islom mana shu hojatxonaga yetib boradimi yoki yo'qmi? 100 dollar tikaman. Yo, yetib borolmaydi, kelganiga 2 kun bo'lgan, men ham 100 dollar tikaman dedi. Prosta prikolsizda. Qiz bolaga sevgi, muhabbat bo'lish uchun chiroyli gapirishingiz kerak. Men sizni birinchi ko'rganimda yo'q sevib qolganman. Sizning har bir kiprik qoqishingiz yurak qoqishimga tengdir. Kechalari ko'zlarimni yumsam ham sizni tushlarimda ko'ryapman. Men sizni sevaman. Qayerdasiz? Kim gapiryapti? Hozir chiqaman, 5 minut kutib turing. Men o'yladim, mayli dedim. O'sha qiz qanaqadir yo'l bilan sevdik, turmush qurdik. Ertaga bolali bo'lamiz. Bolalarim bir kun kelib so'raydi: "Oyi, dadam bilan qayerda tanishgansiz?" Nima deydi? Dadang bilan tanishgan, dadang ketdi rasvoy dedi. Sizlarga namoyish etmoqchi bo'lgan sahna ko'rinishimiz oilaviy sahna ko'rinish bo'ladi. Oiladagi sevgi, muhabbat haqida. Oilalarda ro'y berayotgan o'zgarishlar, tushunmovchiliklarni qanday oson yo'llar bilan hal qilish mumkinligi. Demak, barcha sevib ulgurgan o'sha mashhur juftlik Ozod hamda Maftuna. Da. Alo. Ha, Jamshid aka, ha, montajni tugagan, qo'yib yuboraman hozir. Dadasi qachon keldingiz? Hop, qo'yyapman. Mana tagiga o'zim yozib qo'yaman. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak edi-da. Dadasi, qachon qaramay telefonga yana telefonmi dadasi, gaplashaylik. Ertalab ketasiz, kechqurun kelasiz. Qachon ko'raman sizni? Alo, Maftuna, mana podelitsa qilib yubor. Yana shu. Qarang dadasi, bolalarning tarbiyasiga e'tibor berish kerak. Bog'chasi bilan borib gaplashish kerak menga. E'tibor berib qaragin, xato yozgansan. Menga kim e'tibor beradi dadasi? Eshityapsizmi? Biz siz bilan bir gaplashib olaylik. Shu telefoningizga kirib ketasiz dadasi, eshityapsizmi? Ha, nima bo'ldi? Voy, shuncha gap qayerga gapirdim? Qarang, nima deb tushuntirsam sizga? Ha, sizni o'zingizning tilingizda tushuntiraman, blogerlarning tilida. Sening e'tiborsiz qolayotgan xotining. Xush, nima tushunmadim? Tushunmadingiz-a? Kutganmidinglar? Tayyormisizlar? Bugun ota e'tiborsiz qolayotgan katta bolalar haqida gaplashamiz. Endi tushundingizmi? Почти. Xush, nima? Bu farzandlaringiz. Ular sizni 2 kundan beri ko'rgani yo'q. Prikolnada. Nima deysan, xay? Dadasi, shunday yaxshi ering bo'lsa-yu, mehribon bo'lsa-yu, yaxshi pul topsa-yu, uyiga kelmasa ham bo'lmaydi-da. Tushundim. Xayriyat. Janjal qilyapman. Erimni asabini yeyapman. Yoqadi-da. Degin? Oyjon, Dadasi. Nima bo'lyapti? qarang, umuman e'tibor bermaydilar menga. Farzandlarimizga ham. To'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Mana kecha hamma joy to'zib yotuvdi, biron marta urishgani yo'q.
Oyijon, anaqa shart. Farzandlar qarovsiz qolgan, biron marta so'kkaning yo'q. Oyijon, unaqa 6 yil bo'ldi biznikida yashayapti. Biron marta arazlab uyiga ketgani yo'q. Ha, endi oyijon, ularning ishlari ko'p, tushunsa bo'ladi. Yurtilibdan kechgacha pul topadilar-da. Ha, tushunsa bo'ladi. E'tibor qilyapti. Ha, hammasi zo'r. Yaxshi. E'tibor qilyapgan ekansan. Qilyapman. Ha. Hech qanaqasiga-da, hech qanaqasiga. Seni o'rniga men e'tibor qilyapman. Qanday? Qattiq qo'l qaynona bo'lish osonmi? Juda ham qiyin. Turnon tegidan kil qidirish osonmi? Ha? Maftunaxon kecha hamma joylarni tozalab qo'yibdi. Chang yo'q. Ko'chadan olib kirdim o'sha changga. Qiyin. Har safar kelishingga, o'zimni kasal qilib o'tirishimga osonmi? Yuragim hovliqib turadi, ish qilib bo'rtirib yubormaydi. Yo, lekin perigirish yo'q, lekin ishonadi odam. Sizga. Mana ishonuvdim. Aktrisa, harakat qilyapman. Kecha nima qildim? Qusib chiqqanman. Sababi nima? Ana kuni yurakdan dori ichganman, ta'sir qilmasin deb kechasi bilan qusib chiqdim. Alo. Ha. Voydod. Uyli yo'q bo'ldimi? Ha, fermalayapman. Pul. 100 ming dollar. Yo'qmi? Yo'q bo'ldimi? Nima bo'pti? Akang bilan ferma o'ynagandik, Windows yonib ketibdi. Windowsmi? Qiyin sizga ham. Yo, dadasi, Windows yonib ketibdi, mani yuragim yonyapti. Uyda yo'qsiz, umuman sizni ko'rmaymiz. Ko'rinishingiz ham esimizdan chiqib ketgan. Ana kuni kirib kelsangiz, uyga bolalar san'atkor kelibdi deb o'ylashdi. O'zim ham aytdim, nimaga gul ko'tarib chiqibdi. Mana unaqa tekshiryapman-ku, ana unaqa kundaligini tekshirib berdim. Yo'q, dadasi, ular sizdan dastxat olishdi. Ha, o'zim ham aytdim, ana pampers kiygani maktab bormasdi-ku. Zing etib yo'q bo'lib qolaverasiz. Ana kuni gilam qo'qayotganimizda gilamni changi tepaga ko'tarilgan payt zip etib yo'q bo'lib qoldingiz. Fokusnikka o'xshab. Zing etib reklama urib keldim-da. Ideya kelib qoldi o'sha yerda. Nima? Oilaga e'tibor qilmayapti? Siz oilaga e'tibor qilmaganligingiz uchun oila kodeksi bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, 3 kunga tog'ga bir o'zingiz surgun qilinasiz. Qani ketdik. Bormayman. Qanday bormaysan? Shashlik, banya, mana hamma narsa tayyor, tintak. Ha, unaqa ketdik. Tanidim. O'rtog'ingiz. Kechirasiz, o'rta mayor bilib qolishdi. Yo, siz meni o'zi Telegramdan yozgansizlarmi? O'qiysizmi? O'qiyman. Aldamang. O'qiyman, ko'raman. Ana kuni bolalarni bog'chada raqsga tushgan videosini yuborsam, ochib qaramagansiz. Ochganman. Qayerdan bilding? Rahmat, senga ham juma muborak bo'lsin deb yozibsiz. O'sha kun shunaqa xabar ko'p keldi-da, qaramagan bo'lishim mumkin. Yo, u ham mayli, oyog'im sindi, gips bo'lib больницаga tushsam, rasmga olib yuborsam, nima deysiz? Chiroyli etik ekan, etikda ol, tuflini olma degansiz. Pul ham tashagansiz. Pul tashabman-ku. Nima? Shifokor yordami kerak. Kimning mazasi yo'q? Qani? Gradusga ellik tez o'raylar ha. Tortinglar mana bu yerdan tez. Qanaqa ismam yo'q, Bo'lmasa tog'da bor 50 gradus banya kutib turibdi. Ketdik. Tanidim. O'rtog'ingiz o'sha. Voy! Qamab qo'yinglar, bir oyga. Qaranglar, faqat hech kimni kirgizmanglar. Oldin bunaqa bo'lmagan. Qiynaladi. Yaxshi gapirib turinglar. Oldiga hech kimni yaqinlashtirmanglar. Juda og'ir ahvolda bo'ladi. Bir oyga qamanglar. Bo'ldi. Xo'p. Nima bo'pti? Sartarosh amakingni mo'ylovini qilib yoribdi. Mo'ylov yo'q. Mo'ylov ekan-ku. Dadasi, shu Oyijon, amakimni mo'ylovlarini yaxshi ko'rganchalik meni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Qolaversa, senda ham mo'ylov bu.
Oilada o'zi ikki kishidan bittasidan mo'ylov bo'lishi kerak. Bizning oilada o'sha odam sen. Yo'q. Shunaqa savol bersam yaxshi ko'rasizmi deb javobini bilish uchun silkadan o'ting deb yozibsiz. O'tsam shampunlarning reklamasi chiqib keldi. Ну, reklamada hay, ro'zg'orda. Hamma narsa reklama. Hayotingiz reklama, o'zingiz ham reklama bo'lib qolgan. Bo'lmagan gap, Maftun, faqat g'aflat, faqat qora narsalarni ko'raverma. Hayotning yorqin tomonida bo'l. Bolalarni o'ylash kerak. Bolalar sizning kelajagingiz. To'g'ri. Milliy mahsulot, milliy g'urur. Biz faqat sizga suyanamiz, dadasi. To'g'ri. Barakali va sifatli. Men hamma narsamdan kechib sizni tanlaganman. Xotinim o'z tanlovini qildi. Sizchi? Uyimizda hamma narsa reklama. Mana televizor reklamaga Artel, xolodilnik reklamaga Artel, mana u ham mana Artel. Biza tushunmaysan, o'zimizning mahsulot bu o'zimizga moslab ishlab chiqarilgan. Mana kir mashinani qara, chet ellik kir mashinalari ipak yuvaymi, paxta yuvaymi deydi. Qanday qilib unga tushuntirasan? Ishtonni pasti ipak, tepasi chit ekanligini. O'zimizni mahsulot o'zimizni tushunadi. Bolalarning kiyimini sovuq suvda yuvadi. Unga qanday tushuntirasan? Bolalar bog'chadan gijja ko'tarib kelganini. Parda yuvish kerak. Qolaversa, xolodilligini qara. Biza Artel xolodilliklar bor-ku, to'y kuni ozgina kengayadi. Qo'shni kelishi mumkindir. Dori soladigan bardachogi kattaroq, bizani xalqqa mos. Produktdan dorisi ko'p. Ana pilisosi bor-ku, uchida sochni yig'ib, birov kelsa chiqarib o'zi sotadi. O'zimizning mahsulot. Bo'pti, qolib. Qo'ling ko'tar, qimirlama. Qimirlama. Tanidim baribir. O'sha o'rtog'ingiz. Qayerdan taniysingiz chiqayapman-ku? Maska kiyib olgan ekan. Bo'ldi, olib ketamiz baribir. Ushlanglar, olib ketamiz. Olib ketamiz. To'xta. Bo'pti. Bu gal tog'ga o'zlaringiz boringlar. Men tashlab ketaveringlar. Yo'q, o'rtoqman, yo'q. Biz sizni tashlab ketmaymiz. Ablah! Mayor aytibdi, yo'qonlaring. O'rtoq mayor, men choyxonadagilarga oxirigacha kurashdi deyman. Siz haqingizdagi gaplar har bitta uylanganlarning dillarida doston bo'lgaydir. Sizni biz hech qachon unutmaymiz. Siz doim Bo'ldi-da endi. Ha. Bo'ldi, tushundim. Tushundim deyapman-ku. Boramiz, ertaga boramiz. Bo'ldi, ha. Nima bo'pti? Buving o'libdi. Buvim nima? Voy dod! Voy! Choy quydim. Buvimni qayerga qo'ydingizlar? Buvingizni tanirkansiz. 97 ga kiruvdilar. Endi ular yoshiga yetib yurishdi. Shuning uchun xavotirlanmaydilar-da. Bolalaringizni taniysizmi? Taniyman, bolalarim taniyman, lekin bolalarim Katta taniyman. qizingiz ana. Bolalarim kommentariyaga o'xshaydi bolalarim. Ye? Mana eng kattasi bor, bilasizlarmi qanaqa kommentariyaga o'xshaydi? Qanaqa? Men birinchi degan kommentariy. Ikkinchisi bor, men hamma narsani soch tashaganman, Hamma narsani rasvo qilib. Ikkinchisi bilasanmi kimga o'xshaydi? Kimga? Uyda yolg'iz ayollar uchun ish.
degan kommentariy. Uchinchisi bor, qani uchinchisi? Uchinchisi qayerga? Voy, qayoqqa ketib qolibdi? Yurtda ana qara, garshikda o'tiribdi. Qara, hech kim qaramaydi. Tagligi ko'l. Hech kim e'tibor ham qilmaydi. U bilasizlarmi qanaqa kommentariyga o'xshaydi? Qaysi? Yalinaman, istoriyamni ko'ringlar. Bor, qara, istoriyasini ko'r, nimadir qo'ygan senga. Istoriyasini ko'rdim, oldirtirdim, yana qo'yadi, yana oldirtirdim, yana qo'yadi. Shunaqa. Dadasi. Ha, sen ham kommentariyga o'xshaysan. Qaysi? 3 yilda 4 ta farzandlik bo'ldik. Ma'qul? Sen подписчик qo'shamiz degan kommentariy. Jonli obunachi. Rahmat. Hech bo'lmasa kommentariyaga o'xshar ekanman. Sizni ko'rmaganimga ancha bo'lib ketibdi. Shu mendan ko'ra ko'proq sizni anu aktrisa, partnyoringiz Maftunamidi? O'sha ko'p ko'radi, ha? O'zi ham kelgandir, shu yoqqa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Bu bizni erda ham uyga jo'natib turing. Butun O'zbekiston shundoq ham sizlarni xotin deb o'ylab bo'ldi. Kommentariyaga muncha zo'r juftliksizlar, biram mossizlar, voy, muncha shirinsizlar deb yozishadi. Hech ham bir-biringlarga mosmassizlar-da, ikkita tasqara. Deb yozsam, bittasi menga o'zing tasqara deb yozibdi. Menga, originaliga. Negativ taqa. Yo, u ham mayli, cho'rniga tiqib qo'yibsiz meni. No, bizga har doim o'rgatishgan, negativchilarga e'tibor bermanglar, cho'rniga tiqib qo'yinglar. Sani yomon xislating bor. Cho'rniga tiqildimi, gapirmaslik kerak. Uyga kelsam yana gapiraverasan. Qanaqa qilib cho'rniga tiqaman sani? Bo'ldi. Umuman gapirmayman, ketaman. Ketdim. Sog' bo'ling, xayr. Ketma qay. Ketyapman. Ha, ketma qay. Ketdim. Qara, ketma. Men ketaman, keyin ketdim baribir. O'zing bilasan lekin. Ketdi qisqasi. Shunaqa. Nima deb o'ylaysizlar? Qaytadimi yo'qmi? Ayollar yo'q, erkaklar qaytasiz. Yes, boys. Ayol kishi jim gapirmasdan ketsa qaytmaydi. Lekin 50 marta qaytmayman deb ketdimi? Demak, uni tez orada qaytish niyati bor. Uyda telefonda gaplashsa ham shunaqa gaplashadi-da u. Bo'ldi, yo'qalik, sizni ko'rishga ko'zim yo'q. Boshqa telefon qilmang deb to'pit qo'yib, oshirib yormadim ish qilib. Telefon qilmang dedim sizga. Yo'qalik deb nima unaqa dedim. Nima telefon qilmayapti endi? Keladimi ish qilib? 6 yildan buyon uylanganman. Uylanganlar bormi? 6 yil oilaviy hayot sizni shunaqangi o'zgartirar ekan, kech kelsangiz, hech kim so'ramasa ham o'zingizni oqlashni boshlaysiz. Olti yil bo'ldi to'yim bo'lganiga. To'y g'alati sezganmisizlar? Men qizlarning ssenariysi bor-da ularni. Qizlar tipa to'yxonaga kirib kelganda 10 qadamdan keyin kelin salom qiladi. Yana 10 qadamdan keyin yana kelin salom qiladi. Fatasini qaynonasi ochadi, gul otadigan marosimi bor, qaynonasiga gul beradigan marosimi bor. O'g'il bola roli, ssenariysi yo'q aktyorga o'xshaydi. Shunchaki yonida turadi. Mana to'yimdi. Roli yo'q bechora, mana shu oldi turaveradi, tamom. O'rtoqlar rahmi kelgandan qo'shiqqa chaqiraki, uni tushiringlar bechorani. Shuning uchun o'g'il bolachi nima desalar, o'shani bajaradi-da u. Ssenariyni bilmaydi, biz nima bo'lishini bilmaymiz. Tipa oynaga qaratsa oynaga qaraydi.
Kelin oyog'ini bossa, oyog'ini bosa. Qaynotang kindigidan o'psa, qaynotam ochib beraveradi. Birinchi marta qiz uzatyapti-da. Shunaqa bo'lsa kerak-da, urf-odatlarni qayerdan bilaman men endi. Ayollar aldamaydi. O'g'il bolalar ssenariyni bilmaydi, prikoliga videolar chiqib ketadi shu uchun. Qani, kelin salom qildimi? Jamshid, endi san salom qil. Ssenariy yo'q. Shu uchun e'tibor berganmisizlar, to'ydan keyin qizlar biram chiroyli kiyinadi, ha? Chiroyli zardo'zi ko'ylaklarda, uyingizda malikalarda yuradi-da. Biram kimdir kelganda uyingizga bilinadi. Mana bunaqa sizlar ozgina xunukroq odamsizlar-da, u biram chiroyli. Boshqa oiladan kelgani bilinadi. Kiyov sportivkada. Menimcha qorni bor, lekin sportivkasi ham bor. Chiroyli kiyimlarda 6 yildan keyin shunaqangi urot kiyimi bo'ladi. Er xotinlar hozir meni tushunadi, o bomjga o'xshagan kiyim bormi hammada? Ana o kiyimda o kirmoshinga tiqsangiz, qaytib olib hidlab ko'rsangiz, hidi o'zgarmagan. Mana bu yerda Mickey Mouse bor edi. Cho'zilgan, qirqilgan. Cho'zilgan, qirqilgan. Cho'zilgan, qirqilgan. Oxirida Mickey Mouse butunmasdan remenning ichidan qarab turaman. Kimni telefonini xotini tekshiradi? Qarshi-chelaqan tinimsiz. Tinimsiz tekshiriladiganlar. Da? Xotinidan telefonni olib qo'ydi. Tegma. Erini telefonini tekshiradigan ayollar, qarsak-challar qani? Kam, ko'rdingizlarmi? Hozir ayrim erkaklar o'tiribdi. Chal, nima chalmaysan? Tekshirasan-ku uxlayotgan vaqtda. Shunaqangi darajada bizlarning ham telefonni shunaqangi darajada ko'p tekshirishadi. Birovni men top olmasam xotinimdan so'rayman, ana fayl qayerda edi o'zi? Shuni kim yubordi? Shu darajada. Hozir kontrol qilish oson erkaklarni, ha? Qiyin, ha, bizga ham. Hozir o'zini programmalari bor. Qayerdasiz, nima qilyapsiz? Instagram, Telegram hamma narsani ustanovka qilsa bo'ladi. Qayerga, kimga, nimaga yozgansiz? Hamma narsani kontrol qilsa bo'ladi-da hozir. Tushunyapsizmi? Agar meni o'g'irlab ketsalar, militsiyalar topishiga ishonmayman. Lekin xotinim 3 marta nepriniti bo'lgandan keyin srazu keladi. Tak, lokatsiyasini aniqladik, hozir boramiz. Prям yugurib keladi. "Ha, nima qilyapsizlar bu yerda?" Meni urib pulimni olyaptilar. Ha, ayollar bor ekan deb o'ylama, uzr unda. Ayollar yo'qmi? Yo'q. Mayli, dadasiz davom ettiravering. Uzr. Da. Meni ham qizim bor. Umuman bola bilan dam olish juda zo'r deyshadi-ku, bo'lmagan gap. Vashi bo'lmagan gap, rosta. Onam shunaqangi yaxshi ko'raman, ayniqsa bolalarim ularni tashab ketayotgan payti. Ona, rahmat sizga, sog'-salomat bo'ling, siz bor, baxtli. Da, reklamalardagidek bo'lmaydi-da, u yerda chunki, aka. Men reklamada tog'da dam olayotgan bo'ladi-ku, oila, piknik. Oyjon, bizga ham masla bering desa, mana qizim, masla. Hayotda bolalar bilan dam olish o'lim bilan barobar. Konsertda o'tirganlar tushunyapti-da. Hayotda tog'da bolalar bilan o'tirsangiz, qara, nima toshni olibman bu? Qara, garchigingni qaydan topaman? Mana shuncha garchik qilaver o'zingni ishingni. Obbo, yo'lga chiqib ketmasin. Qara, mana buni, dam olaylik, o'zgina dam olishga keldim-ku men. Bolalar bilan dam olgandan keyin ertasi kun 2 kun dam olish kerak.
Shuning uchun avtobusga e'tibor berganimizda bolalik 10 kirib keladi-ku. Hammani yuragi titraydi. Ichidan o'tayotgan bitta fikr, ish qilib meni oldimga o'tirmasin-da. Na? Chunki u butun avtobusni boshqaradi-da, u ayol. Qusgisi keladi, to'xtang desa to'xtaydi. Shamollab qolmasin, derazalar yopinglar desa yopadi, tamom. Dimda ketadi hamma. Hammang dima qachon. Tamom. Tagligini almashtiraman desa butun avtobus chidaydi. Umuman bolali ayol avtomat ko'tarilgan terroristga o'xshab kirib keladi, ko'rgan? Tak, endi bu avtobus bizning ismimizda. Hammang 5000 yig'ib bersang chiqib ketaman lekin. Restoranga kirsangiz, birinchi bo'lib sizda obsluga qilishadi. Bolalar bilan kirgan bo'lsangiz. Ha, sezganmisizlar? Tak, akajon nima yeysiz? Ha, nima yeysiz? Sho'rva, hozir sho'rva. Sen sho'rva kimga olib ketyapsan? Bo'l, ular kim? Ularga ber. Nima yeysiz? Shashlik. Ana stolda shashligini olib qo'y. Aka, siz kiyinam yeysiz, men bilan yuborib o'raylik, ko'ryapsiz-ku, hozir. Qusdim ham bergan. Lekin eng alam qiladigani bilasizlarmi nima? Eng zararli narsalar, eng zo'r ta'sir qiladigan narsalar. Bolalarga sezganmisizlar? Mana multfilm, mana shirinliklar. 1,5 yosh ukamga onam Dimitrol berardilar uxlash uchun. Narkotik modda. Men har doim aytardim, ona 1,5 yosh bunga og'irlik qiladi-yu. Ona bu ko'tarmaydi bunaqa katta dozani. Bermang. Kechasi 1 soat yig'lardi, o'rnidan o'zim turardim, tak, ona Dimitrol qatta. Ona 4dan 1 qismi kam bunga, bor-ku, baqirishini qarang. Butun beravering. Rizqini yarim qilmang, ona. Rahmat. Guldiroz qarsaklaringiz ruhshona, ajoyib. Xonanda. Sezdingizlarmi? Insonni dardini aytdim. Shu gulni olib chiqdi. Haqiqatda bor-ku, haqiqatda men вообще lirikaga o'tkazib qo'yganman bu. Multfilm, telefon bermanglar. Telefon bermanglar deb urushaman-da xotinimni. Telefon berma, aqli zaif bo'lib qoladi. Lekin salonga chiqib ketgan vaqt, tak, bolalar qanaqa multfilm ko'ramiz? Menga tinchlik kerak. No, sizlardan katta umidim yo'q o'zi. Prosta tinchlik kerak menga, bolam. Da, ozgina shamolladik. Har doim aytishadi, vrachlar ham kasal bo'ladimi deydi. Ha, aka, akushirlar ham tug'adi-ku. Prokurorlar ham qamaladi-ku, opa. To'g'rimi? U ham mayli, meni o'qituvchim o'tgan kuni 2 olib testdan o'tolmadi. Bo'lishi mumkin. Har doim aytishadi, mashina erkak kishini nimasi? Ikkinchi xotini. Bo'lmagan gap. Chunki mashina asabingizni yemaydi. Mashina sizni tergay vermaydi. Ha, tasavvur qiling, mashinangiz ham shunaqa bo'lsa, ha, qayerdan kelyapsiz? Kecha ozgina ichuvdik, shunga taksida yurdik. Hamma erkaklar shuda. Ichib olgandan keyin o'ziniki qolib taksi yuradi. Yo'lda ikki chekkangizga qaraysiz, var mashinalarni o'tkazib yuborish uchun kimga qarayapsiz? Menga qarang. Yo'q, qoldimi o'sha taxo? Yana ikkita mashinangiz bo'lsa bo'lmi? Tamom-da, o'limda. 80-15 litr desa, bizga 80 ham bo'laveradi. U kishiga 95 ta. Malibuda. Ha? Yo, men vrachman dedim va konsert yakunida bir narsani aytmoqchiman. Konsertda dadam o'tiribdilar.
Rahmat dada, shuncha tarbiya berib. Shuncha tarbiya berganingiz uchun mana oyim, oilam, darvoqe rafiqam bilan Toshkentda yashaymiz. O'tgan oy bir haftaga viloyatga ketdi-da, nima deydi? Ketaverib, qarang yana bir haftada bomj bo'lib qolmang deydi. Bomj bo'lib qolmang. Sen kim deb o'ylayapsan? Men 10 yil student bo'lganman. Men bomjdan ham battar odamman. Bomj bo'lib qoladi deb o'ylaysizlar-da, erkaklarni. Bir haftada toza kiyimlar tugadi haqiqatda. Ovqat pishirmadim. Bir kuni shunaqangi tarakan bosdik. Shunaqangi tarakan bosdim. Paketning ichida shunaqangi shovqin qilyapti. Men aytdim, telefonda gaplashib olaychi, o'tiringlar o'zgina. 8-kunga klapa bosdim. Klapani bilasizlarmi nima? Klapa kim biladi nimaligini? Rosa bu mag'ir hasharot ekan-ku. To'g'ri, tunda kelar ekanlar. To'g'ri, o'zgina suyuqroq hasharot ekan. Tarakanlar bir-birini ustidan kulsa kerak. Kechasi yuraversang klapa bo'lib ketasan lekin. Dezinfeksiyani chaqirdim, Prades kompaniyasi, lekin haqiqatda professionallar bilinar ekan. Shundoq kirib kelishdi, srazu, yo'qaladim san, yo'qalib ketadi, o'lib ketadi, urug'ini quritib yuramiz deydi. Shu gapni o'ziga ancha-muncha tarakan qo'shdi lekin. Yo'q bo'lib ketdi, chiritib yuramiz, qon qarindosh urug' aymog'igacha deydi. Men qo'rqdim o'zgina, rahim keldi tarakanlar, balkim kerak emasdir, unaqa qilmanglar lekin, Hozir bitta dorilaymiz. 14 kundan keyin kelamiz, agar yo'q bo'lmagan bo'lsa, tutib uramiz deb aytadi o'yladim, rosti. Bir kun kirmaysiz uyga dedi-da. Tushunyapsizmi? Men aytmoqchi bo'lgan narsa, bir kun uyga kirmaysiz deyishdi. Tarakanlar yo'q bo'ladi deb ishondim. Ko'chada o'tiribman. Kir kiyimda, qo'limda non. Nu bomj. Bomj. Haqiqatda bomj bo'lib qoldik-da. Qanday sog'inmadingizmi deydi. Xotinim telefon qilib. Saniki uncha yo'q-ku. Lekin toza hayot. O'rganib qopman ancha. Rahmat, shunday ajoyib qizni onam aytgan qizga uylanganman. Xudoga shukr, rahmat, baraka topdik. Rahmat onajon. Sizga onam qilgan eng katta sovg'a mana shu kelinlari. Rahmat. Va dadam bir umr meni vrach bo'ladi deb orzu qilganlar, tushunyapsizmi? Bir umr vrach bo'ladi deb orzu qilganlar. Men esa Vayner yumorist. Dadam kontrakt to'laganlar 10 yil. Bu bilasizlarmi nimaga o'xshaydi? O tuxum olgansizda burgut chiqadi deb ichidan pingvin chiqqanday. Lekin dadam hozirgacha ishonadilar shu pingvin uchishiga. Bu uchadi bu. Suvga kirib ketdiman, olchiquni uchib ketmasin. Bir umr orzu qilganlar. Narkoman bo'lganimda ham davolatib olardilar-da. Vaynerlik davolanmaydi. Qaysi dispanserda davolaydi vaynerlarni? Nima bo'ldi desa, o'g'limiz vayner bo'lib ketdi. Hozir lecheniya olyapti, o'sha atrofidagi mitti vaynerlardan o'rganganda. Yuqqan. Siz qanchalik uzoqdagi kichkina shahardan kelib yurtimizdagi eng katta sahnada turish qanaqa narsa ekanligini tasavvur qila olmaysiz. Bu men o'zim ayrim vaqt ishonmayman. Hozir ham uncha ishonayotganim yo'q. Xalqlar do'stligi yo'q. Rahmat kelganlaringiz uchun. Hamma homiylarga, hamma hamkorlarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorlarimiz Urgaz gilamlari, Mebel House mebellariga,
hamda Nekov School ilm markaziga tibbiyotga ilk qadam minnatdorchilik bildiramiz. Bosh homiy Artel ishonchli va barakali. Mahsulot katta minnatdorchilik bildiramiz. Rostini aytaman, menday oddiy bolaga Artel kompaniyasi eng katta kompaniya homiylik qilishiga ishonchim kelmaydi odamni. Lekin rahmat. Rahmat, erka qizlarim, rahmat. Chaponmi? Ana chapon. Ana chapon. Rahmat. O'qilman bu yoqda. Rahmat. Qarang. Da, rahmat. Zokiraka ochildi ustozimiz. Rahmat. Ma. Ustoz, xijolat qildingiz, lekin biza kiygizishimiz kerak, ustoz. Rahmat. No, tamom, короче, da. Rahmat, ustoz. Rahmat. Tamam, дружба nima bo'pti xumoringlarda? Zokir aka to'n kiydirlarga kiydirganda, короче. Da. Tamam endi, ishonch ming. Rahmat ustoz. Prям uyiga ilib qo'yaman. Har gal tushkun kayfiyatda bo'lganimda, mana Zokir aka to'n kiydirganlar. Men harakat qilishim kerak deb ishonib, harakat qilaveramiz. Rahmat. Va hozir esa o'ylaymanki, mana shu konsertni uzoq chekka shaharchalardan, qishloqchalardan ham yosh yigitlar, yosh qizlar ko'rib turibdi-da. Ularning ham katta orzulari bor, lekin atrofidagilar ishonmaydi. Sen kallang ishlaydimi? Qanaqa xumorini, qanaqa дружба degan fikrlarni aytishadi, lekin ishoninglar. Mana bo'lar ekan. Hammasi bo'lar ekan. Mana sahna, mana. Kichkina shahardan katta odamlar qo'shig'i cover. Aka talant so'rang, talentim biton, cho'ntakda jetonim, yegani makaron, orzular osmon, o'zi bir ketmon, kuladi o'zgalar, qilalar gumoni qilaman men ham, shunisi yomon, lekin ishonaman, topaman imkon, orzular o'shalar, noumid shayton, sinmayman toki bor tanamda jon, kichkina shahardan katta odamlar ko'rishdi boshini, lekin pok qalblari, kichkina shahardan katta odamlar qo'rqmasdan borar orzulari sari. Shahrim, endi senga alvido, katta rahmat senga. Onam sen go'yo farzandingman men. Unutma aslo, shoh bo'lib qaytish uchun ketyapti gado. Shoh bo'lib qaytish uchun ketyapti gado. Shoh bo'lib qaytish uchun ketyapti gado. Kichkina shahardan katta odamlar ko'rishdi boshi, lekin pok qalblari, kichkina shahardan katta odamlar qo'rqmasdan borar orzulari sari.
yer usti boshi, lekin qo'rqamlari qo'rqmasdan borar orzulari sari. Kichkina shahardan katta odamlar qo'rqmasdan borar orzulari sari. Kichkina shahardan katta odamlar qo'rqmasdan borar orzulari sari. Rahmat. Rahmat. Kichkina shaharchalardan orzulari sari harakatlanayotgan barchaga harakatda to'xtamanglar. Biz ham harakatda to'xtamaymiz. Balkim keyingi konsertda, balkim Humo Arenada. Balkim, kim biladi deysiz. Rahmat. Biroz qarsakiylar, Ozod Shukrulloyevga olqishlar. Hurmatli mehmonlar, o'ylaymizki, bugun yuzingizga kulgu tabassumni ulasha oldik. Mehnatlarimiz besamar ketmadi deyman va bugungi konsert dasturi uchun ishlagan, mehnat qilgan insonlarni barchasiga minnatdorchilik bildirishga ruxsat bergaysiz. Konsert tashkilotchisi Olov Nur Media kino studiyasi, art direktor va prodyuser Oloviddin Nurmuhammadovichga, rejissyor Diyorbek Yangiboyev, Olov Nur Media xodimlari Dilfuza Karimova, Kozim Abdumalikov, Islomali Mamadjonov, Abbos Tojiyev, Mahliyo Avazmuradova, Jamoliddin Gaziyev, Jo'rabek Niyozov, Mirjalol Mardiyev, Ismoil Mamirov, Bekzod Panjiyev. Ovoz rejissyori Diyor Hosilov, Igor Iosiz jamoasiga, qolaversa grafik ustasi Otabek Toshxo'jayev, administratorlarga, operatorlar guruhi Almedia video studiyasiga, bosh hamkorimiz Nekov School ilm dargohi, meditsinaga ilk qadam, hamkorlarimiz Urgaz gilamlari hamda Mebel House do'koniga, shuningdek bosh homiy Artel, ishonchli va barakali. Toshkent shahar hokimiyatiga, O'zbek konsert birlashmasiga va Xalqlar do'stligi san'at saroyiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun sizlar uchun yana production jamoasi sahnada bo'lib xizmat qildi. Xizmatimizga rozi bo'lasiz, yuzingizdan tabassum arimasin. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki kelgusi konsertlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Hayotdagi misli o'yin, o'zlarimda o'yinchoq, erkagim bugun bo'ldi, boyquchog'ida ovunchoq, qo'g'irchoqdek bezanding-u, quvonchi yo'q ko'zlaring. Unutaymi so'zlaring, unutaymi ko'zlaring. Sevardim so'nggi bor, esladim bugun o'zga bog'da, gulladim gulim begonam. Endi sen uchun sevardim so'nggi bor, esladim bugun o'zga bog'da, gulladi gulim begonam. Endi sen uchun دوان بپیشه ناله کنم نمیشه خندان بودم همیشه چکی بالا نبین شتر نمیشه ای یار بیار